Go fohisha qanday fohishani chaqirsa bo'ladi? Bitta uy topish kerak deyimcha. Uyga emas, любой bitta klubga olib kiramiz. Unaqa joylarga. Qanaqa живой odammi? Da, живой keladi. Qanaqa keladi? Mana o'z qilyapti, voy jala fohisha qilyapti. Алло, да. Нам это услуги нужны. А сколько вас? Нас двое. На сколько минут хотите? А до скольки вы работаете? Ну сколько минут имеется в виду? Ну, от 5 до 60. 10 минут это сколько будет на двоих? Если я приду одна, то это 20 тысяч с каждого. Ну давайте, вы где? Шестые апартаменты, 9-й этаж. Ага. И оплата всегда наличными. Ага, я понял. Давайте, мы едем. Nechinchi Tushunda mana. 6-apart. Zote uyga kiramiz ekan, uyga chaqiryapsiz. Uyga berdi. Fojiga gaplashdik. Gaydas xohlagan narsangiz qilsiz oladi. Yana yechintiribmi? Yo, uni asujda aka unaqa. Salamiz. Qanaqa boshqa. Fu, yo'q, kimdir og'ziga berib chiqayotgan bo'lsa kelmayman buni tushunmayman. Mashina ekan. Ha, mashinaga parkovka qilaylik-da. Yo'q. Кукол ткарели. А что за услуги у вас есть еще? Стриптиз только. O'tiring, sharmanda qilmang. Boshlandi. Voy, sizga oyog'ini ochyapti. Voy! Ko'tini qilyapsiz sizga, jonlar. Vaqtga qarovdinglarmi? Lekin chiroyli ekan, mana chiroyli qiz bo'lib, bila, fohish bo'lib ketibdi. 40,000 dollarga sizga. Как кетдиз? Yo, bo'ldi. Все, нам хватит. Спасибо вам. Nima u? Shunday oyog'ingiz orasiga kelsa, turib ketgansiz. Sharmanda qildingiz-da. Oyog'ingiz oldiga bitta kelsa qo'rqib turib ketganingiz qani? Chalab. Shunga tu qo'ya, boshqa. Mo bola sharmanda qilib qo'ydi hozir meni. To'xta, tushunchi? Shunday oyog'ida ushlasa turib ketaveryapti. Turib ketaveryapti oyog'ida. Janob 40,000 dollar berdi unga, qanday siz turib ketishingiz mumkin?